Hammaga xayrli kech, hurmatli do'stlar. Zerikarli do'stlarga xush kelibsizlar. Biz ertaga 25 ta xonadonimiz Chirchiqda, ya'ni Bo'stonliqqa ketishda yuqori Chirchiq deydimi? O'sha joyda 25 ta xonadon va Zangiotada 25 ta xonadonimizga 32 xil produktlarni taxlab qo'ydik o'zi. Tavuğumuz yetmayapti. Tavuğumuz ham bor. Qolgan xolodilnikda turibdi. Sosiskalarimiz keldi. Mana bu firma ajoyib bunaqa narsa berishdi bizga. Borlariga shukr, shunaqa firma, yangi firma chiqibdiki, shunaqa kotletlar, sosiskalar, kolbasalar, mana bunaqa noyob shunaqa bir narsalar berishibdi. Borlariga shukr. Menimcha nomi shu bo'lsa kerak. Buni endi o'zimizga berishdi, lekin buni ham ertaga ehsonga tarqatamiz. Mana kolbasalardan jo'natishdi. Borlariga shukr. Tak, oxirigacha ko'ramiz. Tak, oxirigacha. Mana bunaqa shikolatlarimizni olib kelishibdi. Noyob shikolat. To'g'ri, ko'p emas-ku, bitta xonadon yetmasa ham, lekin teng taqsimlab berishga harakat qilamiz. Banalarimiz bor, burlovkamiz bor, yana 2 xil kolbasamiz bor, sirimiz bor, kartoshka yo'q, kartoshkamiz kamroq, chunki maytda ertaga yetmayotgan narsalarimizni ro'yxati bor. Bu ro'yxat faqatgina hissa qo'shmoqchi bo'lganlar uchun albatta majburiy emas. Shuncha narsasini qo'ldan kelgancha yig'amiz, qolganini ham yig'amiz. Malokomiz ham 40 ta yetmayapti, tushonkamiz 50 ta yetmayapti. Olmamiz yo'q 50 ta, moshimiz yo'q 50 ta kerak. Holvamiz yo'q, 30 tasi, 20 tasi bor, piyozimiz kerak, mo'yshiy sredstva, kartoshka va sabzi. Qolgan narsalarimiz bor. Agar shu 7-8 xil narsani olsak, bir 40 xil produktlarimiz bo'ladi. Hissa qo'shmoqchi bo'lsanglar, Baxtiyor tog'im kartasini qo'shib qo'yamiz. Albatta majburiy emas. Menimcha bu oxirgi storisin men ozgina 30 ga kechib qoldim.